Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz. Mana bu shanba kuni shanba bozorida turibmiz. Mana kirmoshlarni sizlarga bitta ko'rsatib sizlar bilan tanishamiz. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Like, podpiskalarni ayamanglar. Mana bu Shivaki 8 kiloli kirmoshlarimiz. Mana yangi model ichlari ko'rinib turadigan. Mana ichlari hamma jihozlari o'z joyida. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bizning nomimizdan, bizning kanalimizdan mana shu videoni ko'rdik deb kelsangiz, sizlarga mana shu kirmoshlarimizni 600 ming so'mga qilib beramiz. Mana bu Artel 10 kiloli kirmoshinamiz. Mana eshiklar yangi. Mana ichi hamma jihozlari bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bizning nomimizdan kelsangiz 800 ming so'mga beramiz. Mana bu Artel xaladinimiz 10 kiloli. Buni bizning nomimizdan kelsangiz buni 900 ming so'mga beramiz. Hamma jihozlari bor. Mana bu Avangard kirmoshinamiz 7 kilo 200 grammli. Bizning nomimizdan kelsangiz buni narxini ham 600 ming so'mga beramiz. Parralari ikkitali, hamma jihozlari bor. Bu Ferretti kirmoshinamiz. Mana ichlari. Buni hamma jihozlari bor. Buni bizning nomimizdan kelsangiz buni ham 500 ming so'm qilib beramiz. Bu 6 kilo 800 grammli. Mana bu 10 kiloli Shivakimiz. Bu yangi dakka. Hamma jihozlar bor. Buni ham bizning nomimizdan kelsangiz buni sizga 1 millionga beramiz. Bu Shivaki, Yaponiya, O'zbekiston qo'shma korxona. Mana bu Sirus, chiroyli gulli, qappoqli, xaladinli. Uzr obunachilar, bu kirmoshinamiz xaladinli devorman. Ming bor uzr. Mana 7 kilolik, mana ichlari. Hamma jihozlar bor. Buni bizning nomimizdan kelib, mana ko'rdik bu videoni desangiz, bu Sirus hali kirmoshinamizni sizga 600 mingga beramiz. Mana bu Artel 7 kiloli kirmoshinamizni. Mana ichlari. Hamma jihozlar bor. Buni bizning nomimizdan kelsangiz sizga 600 ming so'mga beramiz. Juda ham qulay narx. Mana bu Artel 6 kiloli kirmoshinamiz. Buni ham bizning nomimizdan kelsangiz buni ham 600 ming so'mga beramiz. Mana bu Comfort kirmoshina. Buni hamma jihozlar bor. Bu bizning nomimizdan kelsangiz 600 ming so'mga qilib beramiz. Mana bu 7 kilo 200 grammli Avangard. Mana ichlarida ikkita parrali. Buni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Mana bu Artel kirmoshinamiz 6 kiloli, mana ichlari. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bizning nomimizdan kelsangiz 500 ming so'm, kami yo'q. Mana bu Artel 4,5 kiloli. Buni narxiga keladigan bo'lsak, mana bu 4,5 kiloli Artelimiz aytib o'tganimdek, buni amortizatorlari mana hamma amortizatorlar ishlaydi. Uyda bolalar tashavorsa sinmaydi. Mana ichlari, hamma jihozlari bor. Puliga keladigan bo'lsak, buning puli sizlar uchun 500 ming so'm. Bu 4,5 kiloli Artel, hozir ko'rsatganimdagi Artel, faqat buni o'ynaklari, energetik o'ynagi bor. Buniki o'ynakli emas, plastmassa qappoqli. Mana ichidagi jihozlar bor. Mana puliga kelsak, buni 400 ming so'mga beramiz. Bu Artel 6 kiloli. Buni bizning nomimizdan kelsangiz, buni narxini 400 ming so'mga juda qulay narxga beraveramiz. Kami yo'q.
Mana bu Artel 6 kiloli. Mana ichi qara qapoqlar o'zi olinadigan yangi Vips'ga yangi model. Buni puliga keladigan bo'lsa, bizni nomimizdagi kelsangiz sizga 500 ming so'mga juda qulay narxga beramiz. Mana bu 6 kiloli Artel kir mashinamiz. Mana hamma jihozlar bor. Bizni nomimizga kelsangiz sizga mashina 500 ming so'mga beramiz. Mana bu Artel hozir ko'rsatganimning ko'k varianti. Buni ham bizni nomimizga kelsangiz 500 ming so'mga beramiz. Mana bu boshidan ko'rsatgan hamma kir mashinalarimiz sotuvda. Hammasini ko'rsatdim sizlarga. Mana. Kelaverasizlar. Manzil Namangan shahar 5-mikrorayon Yashil bozor. Shanba kuni bo'lamiz bu yerda. Murojaat uchun telefon 97 060 00 22.